Nomeradinlardan. Bolasi gibrid bo'lsin deganlarga. Aka mana maziz aqlli sovuq suv ichaman deganlarga mana xudo xolasa ser sutibanda aka. Navbatdagilar akalar, hosilni ko'ringlar mana bak. Bakni ham qo'yib ko'ring, bu bolasini Hop ham hop. Novosmi? Novvosa bola. Novos. Zo'r bola beribdi-yu, oyoq qo'li uzun. Akalar sutdorlaridan, go'zallaridan. Mana Jasurga. Haqiqiy sut beradigan bu. Aha. Yelini yumshoq, maza qilib sog'adiganidan. Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube chorva ishqibozlar, chorva sevar insonlar. Bugun sizlarga akalar anchadan buyon kelmayotgan fermani videorolik qilaman. Bu yerda sizlar arzonlari, zo'rlari chiqardi. Joydan bilganlar ham bo'lishi mumkin. Boburjon akamiz fermasi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Akalar sotilgan 3 bosh tayyor tuqqan ona bola sigirlar va oyoqdan ma'lumot beramiz. Bo'lganda ham eng zo'rlardan, eng arzon joyidan mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holatda sizlardan iltimosimiz bor. Shunaqa ko'ngilli like'larni bosishdi. Like bos tekin bepul. Pul mega badomiydi, bizga ham bermaydi. Shu videoni ko'proq insonlar ko'rishi uchun kerak xolos. Va bizni kuzatib turgan insonlar ekraningiz ostida podpisatsiya yoki o'z videosiga obuna degan yozuv chiqadi. O'shani bosib qo'ysangiz, biz kirgizib borayotgan videolar sizlarga SMS tarzida borib turadi. Ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi akalar. Talasi torsi videolar qilishga harakat qilamiz, ham to'xtab qolmasin. Savdoga kirishib, pishiq puta qilib kelishib olaverasizlar. Assalomu alaykum Boburjon aka. Akajon, sizsiz? Sog' yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Charchamasdan aka. Rahmat. Sizsiz? Allohga shukr. Aka yana mana xudo xolasa boshladik. Aha. Bolalar sog'lig'ini olib chiqadi. İşte güzel edik mana. Ha, bo'ladi. Xalqimizga qo'ldan kelgancha Ko'rsatamiz. ko'rsatamiz aka. Video boshida akajon, har galgi yemasa, ichmasa, usta tepsa, kasal nuqsoni bo'lsa, Sirazi, nazorat. nima aybi bo'lsa, tan olinadi. Sigirda qana bir ayb xislatlari bo'lsa, darrov qaytadi. Qaytadi. Bu aka-baqa ketdi, boshog'i bunaqa joyi yo'q, xudo xolasa. Xalq bob, xo'jalik bob, hamyon bob. Albatta aka. Narxlari arzon joydan. Arzon aka, doimgidek arzon bizda aka. Bo'ladi. Bular sotilib ketgan telefon qilishaversin. Ha, telefon mana o'zi 3 ta qoldi sizga aka. Aha, top. Bedim olim 3 ta qoldi. Akalar, biroz muammo bo'lgani uchun kechroq keldim. Menda. Shuning uchun mollar sotilib ketdi. Xaridorlar ham turibdi, kelyapti, ketyapti. Mana shularni olib qolib sizlarga ko'rsatyapmiz. Sizlarga elendik. Sizlar like bosib, podishka qilib tursangiz, ular xolasa arzon qilib sizlarga chiqarishga davom etaveramiz. Biz videoroligimizni boshladik. Bismillah, akalar sutdorlaridan, go'zallaridan. Mana Jasurga aka. Haqiqiy sut beradigan bu. Aha. Yelini yumshoq, maza qilib sog'adiganidan. Zo'r ekan mola. Paqillab sut oladigandan o'zi ham. Boburjon aka, bolasi nima ekan? Bolasi xonajin. Bo'lajincha. Dadillikni qarang mana akalar. Dumilliklar turibdi. Chiroyli bola beribdi. Moshillarga gap yo'q mollar. Chapon tanlamaydi bu jonivorlar. Yaxshi mol ekanda. Bunaqalari ham so'zlari ham yumshoqligi va yumshoq. Sut bilan ko'ryapsizmi akalar? O'na. Mol juda ham zo'r ekan. Bu nechinchi qoringa sigirimiz? Ha, bizga 3-qorinni bergan. Xudo xolasa tishlari butun 8 ta tishlari. 8 ta butun. 3-qorinni bergan. 3-qorin. Rasa sut beradigan mol ekan akalar. Ochilgan payt. Yerga yaqin sutdor mol. Boburjon aka, qancha sut olib olyapmiz? Hozir 12 litr sog'ib olyapmiz Jasur aka. Aha. Kundan-kunga qo'shilyapti. Yana qo'shilyapti. Kundan-kunga qo'shilyapti. Xudo xolasa 15 taga bemalol beraveradi. Bolasi necha kunlik bo'lib qoldi? Bolasi 2-hafta. Ko'taring. Yer yalayapti. Hop, bo'nazinchami? Bolasi Bo'nazincha. Boburjon aka, sutlari yaxshi ekan. Umuman yo'q, aybi nuqsoni yo'q, xudo xolasa. Gap yo'q molga aka, olaversin. Olaversin. Narxini qancha qo'yamiz? Asli yengil. Yengil. Yengil qo'yib beraymi? Aha. 25 million so'm bo'ladimi? Aka sizga yarashmaydi. 23 million. Sizga yarashmaydi. 23 million so'm. Ha. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Xudo xolasa yana xayrisi bor. Kami ham bor. Kami ham bor. 23 ga o'tib beramiz. 23 million so'mga o'tib beraman Jasurga aka. Ana akalar. 23 ga. Bo'ladimi aka? Bo'lmaydizdan tushirasizmi? Bo'lmaysiz yana telefon qilsin, telefon qiling. Men sirasi aytaman, 25 dan qarab turdim. Boshiga bitta, ya'ni 500 o'tib berasiz. O'zingiz bilib o'shani oz so'radingiz-mi? Ha, bo'ldi, gap shu. Bor, 22.5 ga akalar o'tib beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Xudo Zo'r. xolasa olgan odam maza qiladi. Bozorda ham aytmadim shu molni shunaqa. Bozorga necha pul deysiz? Bozorga 25 million deyman kamida. Kamida deysiz-a? Kamida 25. Dehqon ham 27 million degan menga. Akalar, sigir zo'r ekan. Telefonlar yana kami ko'p savdolashgan 500 1 million 2 million sizlardan avvalo. Bu magazin narxi emas. Telefon qilsangiz kelishtirib berishaveradi. Juplab olasiz, yana ancha arzon bo'ladi. Xudo xolasa aka. Navbatdagilar akalar, hosilni ko'ringlar mana bak. Bakni ham qo'yib ko'ring, bu bolasini Hop hop. Novosmi? Novvosa bola. Novos. Zo'r bola beribdi-yu, oyoq qo'li uzun. O'ynashini qaranglar mana akalar. Hali kindiga ham tushgan yo'q jonivorda. Bu 15 kunlik bo'lgan yo'q ekanda, 2 haftalikka o'tdi mana. 2 haftalikka o'tdi. Lekin juda polvon ajoyibidan. Oyoq qo'li uzun bola beribdi. Sigir ham zo'r.
Sigir ham sutni zo'r beryapti. Ha, Boburjon aka, narigini bo'yni atmas, buni bo'yi qop 1.25-20 orasida. Mana shunaqa 1.20 bilan 25 ga olishaversa. Ha, orasida. Ha, orasida. Akalar katta kichik qilib gapirmaylik, borini gapiringlar. Ammo lekin ko'rinishi, tuzilishi zo'r. Nechinchi qoringa? Yo, 3-qorinda. 3-qoringa. Kishilar 8 ta. 8 ta, 3-qoringa. Bosmagan, yalamagan aka. Lekin badani ham zo'r ekan buni. Kishilar, yoshlarga vaqti gap yo'q. Dadal aka. ham zo'r aka sutlari. Qancha sutga beramiz? Buni aka 12 ta 13 ta 10 taga olsin. Xudo xolasa xursand bo'lib qoladi olgan odam. 10 taga olsa maza qilsa. Yengil beradi. Bunaqa beryapti, bunaqa kam ketdi deyish yo'q. Xudo xolasa, oddiy o'sha silos chepak kunjarasini solib tursa 10 litr o'ynab kulib beradi mollar. Zo'r. Moli zo'r, bolasini olsa ekan. Bolasini olsa. Buni nech pul deymiz? Bolasini olsa qimmat demaymizmi? Yo'q aka, biz yo'q biramada qimmat degan joyimiz bormi aka? Ha? Ko'ramiz. 24 million so'm aka kami bor. Buni. Ha, 24 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkilari bepul. Bepul deganim sababi o'zimizda mashina texnika bor-da. Aha. 2 zapravka bilan butun vodiy bo'ylab aylanib chiqamiz. Aylanib chiqaramiz. 2 zapravka bilan borib kelaveramiz. O'shaning uchun bepul. Birovga masalan pul bersangiz 500 ming kamida oladi. O'shunaqada bizda endi o'zimizniki bor. O'shani o'tib bering, olgan ham xursand bo'lsin-da. Bo'laveradi. Gap yo'q. Ketdik. Ketdik akalar. Totdik, odam keyin ham sraz yana telefon qilsin. Shu sigir olgan odam xudo xolasa mollar. qo'shilari qarindoshlari kelsa, bu sigir qatdan oling, joyini menga ko'rsat, men ham olay desin-da. Olib kelsin. Ko'ryapsiz, o'yna qilib turibdi jonivorlar. Unda qalbi ichga ketisi yo'q. Oppa, uchini qaranglar. Ketdi. Mollar ham xuddi shunaqa. Oppa, baylardik jonivor. Zo'r mol ekan. Nomer 1lardan. Bolasi gibrid bo'lsin deganlarga. Aka mana maziz aqlli sog' ichaman deganlarga mana xudo xolasa ser sutidan-da aka. 2 pag'ir kunda sut beradigan mol. Yeriga yaqin suti ko'p. 4 son 4 bo'cha. Bo'zaki ham aka bunday oddiy bo'zak emas xudo xolasa. Gibrid. Sementala gibrid. Bu qachonmi 10-chi? 10-chi. Lekin mana akalar, belda qaranglar. Bellor, 4 bo'chak. Kala qismi ham chiroyli. Yaxshi mol ekan. Semizligi ham zo'r. Boburjon aka, Tabiiy aka. nechinchi qoringa qancha sutga? Xo'p, 20 litr sutga. 20 litr sutga? Lekin 20 litrga men bermayman. Aha. Beradi mol o'zi. 20 litrga men beraman. 15 litr sutga beraman. Aha. 20 litrdan ortiq ham sut beradi jonivor. Xudo xolasa. Borgandan keyin ko'pchisi xursand bo'lsin. Ha, shunaqa, shuncha aytyapman-da, yana hali buzilib ketdim, nima bo'lmasin. Aha. 3-bolasi. Yana Uchinchi bitta bolasi. narsa. Hali ko'raman-da, misol kommentariylarga yozishadi. Nimaga 2-dan boshqa mol yo'qmi dedi. Savdoga bitta narsa 2-3 ta oladi aksariyat. Ha. Nimaga xalqqa bu sotadi-da savdoga? Olishni sotishi bor. Olish sotamiz, biz endi shuni orqasidan qilichlik qilamiz. Shunaqa. Bor 10 ta tuqqan molimiz bor. Uni o'zini egasi bor. Ha. O'shaning uchun 2-3 ta olamiz aksariyat. Endi hammamiz ham, endi hammasi ham hammamiz ham qarab bozordan misol 100 ta mol chiqsa, 10 tasini olamiz. Shunaqa. Misol u qolganni xaridor bor o'zi o'shanga yarasha. Yana hali 2 3 akanda nima bo'lishi emas. Tishlari hamma yo'g'ini misol bilgan odamga ochib beramiz. Ha bo'ladi. Yaxshi mol ekan. O, hosili zo'r ekan buni. Aka omad sutni haqiqatdan aytaman 2 pag'ir kunda 2 pag'ir sut beradi mol. Shunday 2 pag'ir sut bermasa hisobdas. Bo'lar akalar shu 1.20-25 orasida. Lekin kengligi keng, tapalaqligi, bolasini ko'ring, sutini, hosilini ko'ring. Savdosi shunga yarasha qilib olaveringlar. So'zga razmerlari ham to'g'ri joyda ekan. Apparati bor aka-opalarimiz bo'lsa ham buni apparatga tushaveradi. Xudo xolasa. Yoshlarni hozir bir qator sog'ib ko'rsatamiz. Boburjon aka, boshini zo'r qiling, oxirini ham zo'r qilaylik. Oxiri ham zo'r bo'lsinmi? 30 million kam bor. Aha. Bo'laveradimi? Ha, shu. 30 million kami bor Jasurbek aka. Kulimsiramasdan gapiring bo'lmasa. Boburjon aka, narxlarda qoladi endi. Narxlari aka 30 million kami bor. Kami ko'p. Kami ko'p, xudo xolasa. Lekin yana bitta narsasi bor bu Jasurbek. 30 million kam borsam talashmay qo'yyapsiz, oz aytib qo'yapman shekilli. Ha. 28 million so'm kami bor Jasurbek. Ana endi talashaman. Sabab Jasurbek 30 million 32 million desam ham yarashaveradi o'zi bu molga. 20 litr sut, mol hamma yo'g'i zo'r sifat, hamma yo'g'i joyida. Lekin bu o'zi aslida ayb emas. So ko'pchiligimiz mana shunaqa qilib sog'adi uylar. Buni hunarchilikdan bir dehqonni olganman, shu baylab soqqan. Ha, o'shanga o'rgatgan. O'shanga o'rgatgan, hozir baylab sog'ib ko'rsatib beraman. Shuni o'sha tos tugagungacha oyog'ini joyidan jildirib qo'ymasa. Bu darajada hali gap yo'q. Qarang-da, shu gapingizga. O'zim ko'rdim, mol olishadi-yu. Shu qilib baylab sog'ishar ekan. Ha, ko'pchilik dehqonlarimiz, misol o'zimizda ham-da, uyda unaqa qilib sog'ishadi. Baylab sog'ishadi. Bir xilga misol, hali innanda 4 ta mol tuqqandan keyin
mol bozorga qari deyishadi. Ha. Lekin o'zi 3-4 tonga ochiladi. Ochiladi, mol bo'ladi. Ha. Ha, tushib bol ayb. O'zi ayb emas aslida. Shu naborot yaxshi. Yaxshi. Endi shuni hisobiga necha yangiroq olganman. Mana 28 deyapsiz. 28 million so'm xayrisi bor o'tib beraman. 27 ga o'tib bering. 27 ga o'tib bersam, unda juda arzon bo'lib ketib qoladi, Jasur aka. Zo'ri? Baribir 30-32 ga gapirsam bo'laveradi bu. Ha, shunga Siz nimangiz uchun? Talasang yaxshiga talashiydi, zo'riga talashiydi, 27 ga xayri bor. Nima dedingiz? O'rtada qilamiz. Arama. Ha, endi bir Yo'q, bitta narsani aytibman, o'rtada qilamiz. Bu narsani o'zi hech qancha foyda qilmaydi, o'zi bilasiz menga. Aksariyat o'z mollari arzon foyda nima qiladi? Olaman, iloji boricha ozroq olaman. Yengil foyda qiladi, sotamiz. Xo'p bo'ladi. O'rtada qilamiz, xudo xolasa yana o'tib beraman. Bo'laveradimi? Bo'ladi. Bor aka. Akalar, mana. Endi sog'liqlarni ko'rsatamiz. Onlar juda zerikishda bular. Sekin. Keling. Akalar, mana idirilyapti. Jasur aka, mana shu hozir mana ko'rsatamiz, yengil. Aha. Mana shu nimasi? Baylangancha mana. Buni bir kishi bemalol eplab sog'averadi. To'stdan ashani qarsa. Ha, bo'ladi. Urgangan. Shunga o'rgangan. Buni ham o'sha ayol kishi uyda dehqon o'zi sotgan, hunarligidan boqib, buni zarur olib chiqqan. Bu hali ja qattiq siqib baylashdan keragi yo'q. Aha. Ha, idiramiz akalar, hozir sog'ni ham ko'rsatamiz. Napolar zo'r ekan-ku. Shu napolari ham zo'r. Mazza, yumshoq. Pashsha bu pashani haydang so'nani. Yahyoga, o'sh ozgina. O'sha pashsha nima qilyapsiz-a? Molxonaga endi boshladik batta. Akalar qishda boshqa joyda edi mollar, fermalar endi boshlandi. Mana orqada ikkovsi. Aha, bo'ldi. Tishlari zo'r ekan. Mana shu bitta shu arqan. Endi o'shanga o'rganganda ham yoshligidan shunga. Yaxshi. Ona jonivor yumshoqligi, undaqasi vaqti zo'r. O'g'raga yoshligini ko'rsataveramiz, yengil. Bo'ldi, kelavering bo'lmasa. Qarang aka, nasib Hozir bir degan ancha sog'ib oldingiz-ku. o'ta yumshoq. Qo'ydik. Qolgan odam aytibman, maza qiladi bundan. Mana shularimiz. Ko'pirishni qarang, qaymog'i ham zo'r ekan. Bu Yumshoq edi deganlar. birinchi chiqqan sigirimiz edi. Ha, birinchisi. Hozir bir qator sog'liqni ko'rsatamiz-da. Hali yoshlar tozalar bormi? Aha. Bemalol. Bu qo'lda nima qilib tursa bo'ldi, shu o'radi. Qiyinchilik yo'qmi? Maza-yu. Ayvor tushunmaz. Yo'q, yumshoqligi gapiradi. Bir degan sog'ib qo'yasiz bu sigirni. Orqadagilar qara. Jonivor. Rasa dehqonning mollari akalar hammasi. Keling, bo'ldi. Kengisini ko'ramiz, ko'rsataveramiz. Yo'q. Buni soqqan sayi soqisi yo'q bu jonivorlar. Mana ko'ryapsiz-ku? 1 litrcha sog'ib qo'yildi bir. Yig'anlab ketdik. Akalar, novvos bolalingiz. Xudo xolasa kuzgacha bir ikkitalarni ham tutsa buni olsa yana tasiga beradi, Jasur aka. Sog'ishlari zo'r ekan. Yoshligi, aka xudo xolasa hammalari zo'r, bezo'r. Shular, yumshoqlari. Haqiqiy sog'ib ichadigan yerga yaqin mollar aka bular. Har soqqanda bir par sut beradi aka. Shu litr bilan yo'lda qilmaydi aka bular. Asosilgan davrida. Asosilgan. Ha, iyi ket. Ha, bo'ldi. Endi edi yana. Hurmatli akalar, bir qator yurishib turishga ma'lumotni berdik. Qaysi biri yoqsa ma'qul kelsa, telefonlashib, savdolashib kelishtirib olaverasizlar. Atilgan narxlar magazin narxi. Kami bor, savdosi bor. Bor aka, savdosi bor.
Sog'dinglar. Ikkitasini sog'ing yana. Ha, ikkitasi qoladi. Sirazi. Joyida o'tirasan, orqadagilari ketdi yana. Xudo xolasa, men hijolab aka mollar. Telefon qilishaversan. Maza qiladi aka. Qori tog' tez endi. Bobor. Ana. Xaridorlar ham shatab turibdi akalar. Ulgurgan oladi, telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Yaxshi insonlarga nasib qilsin. Telefon qilishaversinmi? Futbol qilasan aka, xudo xolasa, chiroyli qilib olib beramiz aka. Ha, bo'ladi. Shu xaridorlarni telefon qilsangiz chiqaryapsiz xudo xolasa. Ha, bo'ladi. Aloqa chiqarasizlar.